imtihon vaqtida rulga kelib o'tirganimizdan keyin birinchi qiladigan ishimiz remenni taqib olamiz. Keyin sidenani o'zimizga moslab olamiz. Sidena o'zimga mos ekan. Steplenani bosamiz. Rulni ushlagan vaqtimizda qo'limiz burchak shaklda turgan bo'lishi kerak. Endi steplenani bosgan holatda mashinani o't oldiramiz. Xo'p, qiladigan ishimiz oynalarni ochib olishimiz kerak. Shtob mashinani his qilishligimiz uchun. Keyin bokovoy oynalarni yerga qaratib to'g'rilab olishimiz kerak. Chap bokovoyimiz balon и ruchka ko'rinishi kerak. O'ng bokovoyimizda esa birinchi ruchka, balon и yer ko'rinishi kerak bo'ladi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz yurishdan oldin chap tomonga port yoqamiz. Birinchi skorsga olamiz, qo'l tormozni tushiramiz. Start chiziqdan harakatlanishni boshlaymiz. Start chiziqdan o'tganimizdan keyin pоворotnikni o'chiramiz va 1 metr oralig'ida tartibga solinmagan piyodalar joyiga to'xtaymiz. 3 sekunddan kam bo'lmagan vaqtda to'xtab turishimiz kerak. 1, 2, 3, 4, 5. Harakatlanishni boshlaymiz. Tik balandlik, ya'ni istakani. Bunda siz xohlasangiz qo'l tormozi bilan, xohlasangiz oyoq bilan chiqishingiz mumkin steplena yordamida. Mayli, bu darsda sizga men qo'l tormozi bilan o'rgatishim mumkin. Xo'p, оборотni 2000 оборотga beramiz. 2000 dan oshirib, mana gaz berib, sekin steplani qo'yib chiqib ketamiz. Istakadan tushgan holimizda hozir chapga burilish. O'ng palasaga yaqinroq olamiz. Bokovoyimizni burchagini palasaga birlashtiramiz va sekin mana qarashingiz mumkin, palasa bosilmayapti. Harakatlanishni boshlaymiz. Har bitta burilishda bokovoyimizni burchagini burilish nuqtasiga olib kelib buradigan bo'lsak, biz hech qanaqa palasa bosmaymiz. Endi 90 graduslik xavfli burilishga kiryapmiz. Bu holatda ham o'ng palasaga yaqinroq olamiz, burchagini olib kelamiz va harakatlanishni sekin boshlaymiz. Endi oldi kapot yopdi, burchagimiz keldi, harakatlanishni yana sekin boshlaymiz. Birinchi chorrahaga qayrilganimizda ham bokovoy burchagimizni olib kelib to'g'rilaymiz, svetoforga qaraymiz. Svetoforning yashil chirog'ida harakatlanishni davom ettiramiz. Bugun svetoforimiz dam olish kuni bo'lganligi uchun svetofor